O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy ko'rdirmoqchi bo'lganlar через WhatsApp orqali chiqishingiz mumkin. Aloqaga nomer shapka profilda bor. Energiya obmeni uchun bitta like, podpiska sizlardan. Xo'p, o'rtoqlar. Bugungi raskladimiz qanaqa bo'ladi? Bugungi raskladimiz xotinlar uchun, ya'ni bugun oilasi bor insonlar, oilasi bor ayollarimizga bugungi raskladimizni qilamiz. O'zingiz ismingizni va eringizni ismini ichingizda aytasiz. Xayolni bitta joyga qo'yib, chiroyli niyat qilib, ovozimni eshitamiz. Xo'p, ketdik. Bu oy sizlarni nima kutyapti? Xo'p. Yaxshi, zo'r. Kim meni ko'rayotgan bo'lsa, kimni niyat qilib ko'rayotgan bo'lsanglar, o'rtoqlar, zo'r chiqdi kartanglar. Oilangiz juda ham chiroyli, havas qiladigan darajada baxtlisizlar. Tashqaridan, ichkaridan yaxshi, lekin nimadir bo'lib, ozgina eringizga ko'z teggan deymizmi, ozgina eringiz shu kunlarda jimotlik qilyapti. Jimot bo'lib qoldi. Sizni nima kutyapti? Bu oy ichida ozgina o'ylagan narsangiz, nimadir plan qilgan bo'lsangiz, o'sha narsangiz o'xshamaydi. Lekin u narsa pulga bog'liq. Pulingiz yetmaydimi yokida pul bermaydimi eringiz? O'sha narsa pul orqali amalga oshmaydi. Bu hafta qarindoshlar bilan o'tirishingiz, qarindoshlar bilan yig'im, xullas qarindoshlar bilan ko'rishish bo'ladi sizda. Bu oy deganim, ya'ni 2025-yil dekabr oyiga rasklad qilinyapti, o'rtoqlar. Qarindoshlar orasidan bilasizmi, bitta qanaqadir ayol bor ekan sizni oilangizni ko'rolmaydigan. Iloji bo'lsa, uydagi sirlaringizni yoki qanaqadir xotin plan qilib qo'ygan, misol uchun yangi uy olmoqchimisizlar yoki yangi mashina olmoqchimisizlar. Shu narsa qanaqadir yengil oila ichida bo'ladi. Shunaqa yengillikni iloji boricha qarindoshlar bilan yig'ilganingizda etmang. Chunki qarindoshlaringiz ichidan bitta ayol sal ichi qora ekan va ko'ramiz ekan sizni oilangizni. Xo'p, yaxshi, zo'r tushdi. Oila davrasi tinch, totuv. Yaxshi, farzandlaringiz tushdi. Baxtli bo'lsin farzandlaringlar. Joninglar sog' bo'lsin, o'rtoqlar. Juda ham yaxshi karta tushdi. Zo'r karta tushdi.